ozish haqida gaplashamiz bugun. Ko'pchilik savol berishadi. Men ozdiruvchi dorimi, kofemi badmi ichyapman, uni to'xtatganimdan keyin qaytib semirib ketmaymanmi deb. Конечно, semirib ketasiz. Конечно, semirib ketasiz. U ozdiruvchi kofelar yoki-da bo'lmasam ozdiradigan yoki ishtahani bo'g'adigan tabletkalar nima qiladi? Sizni och saqlab beradi. Shu hisobdan siz ozdingiz, masalan 5 kilo, 4 kilo. Lekin u ketganidan keyin siz yana ko'proq yeyishni boshlasangiz, конечно, semirasiz. Bu oddiy arifmetika-ku, qizlar. Hech qanaqa sehrli narsa yo'q, sizni burun ozdirib qo'yadigan. Ozdiruvchi kofe bo'ladimi, dori bo'ladimi, vaqtincha natija olib beradi. Mana shu natijani ushlab qolish endi sizga bog'liq. Endi kechirasizlar-ku, og'zimiz tinmay ishlab tursa, hech qanaqasiga uni ozishning iloji yo'q. Bu oddiy arifmetika qizlar. Buni doimiy ras et навсегда eslab qoling.